Tün qarang'usi qarorgohning sirtidagi Mo'ng'ul lashkarlarini butunlay yo'shirib qolgan bo'lib, Mo'g'uliston lashkarlari o'q etib zarba beray desimi nishonni farq etolmaydi. Qarorgohning sirtidan yomg'irdak etilayotgan yo o'qlari ularni ig'ir talofatga uchirtib. Shu topda Mo'ng'ul lashkarlari qarorgohga bostirib kirishga boshlagan bo'lib, Mo'g'uliston lashkarlarining har bir qadam chekinishi ig'ir badalga to'xtayotdi. Sarkarda bo'ron qo'jiq o'qtaydi. Bu mudhish ovozdan Sulton Uvays xonning yuragi jig'g'idi qilib atrofga alanglab qaradi. Jon pidolik bilan qilishlayotgan sarkarda lashkarlari orasidan sarkarda bo'ron xo'jini topolmadi. Yana qarab turishga fursat yo'q edi. Uning atrofini bir to'p Mo'ng'ul lashkarlari o'rib olgan bo'lib, navkarlari jon pidolik bilan erishib uni qo'g'dayotdi. O'ng ko'krigiga o'q tekkan sarkarda bo'ron xo'ja o'qni sug'urib elitishga ulgurmay, orig'i elib olgan 3 yov lashkari bilan erishib. Ana, bo'ron xo'ja uduldagi lashkarning bo'yniga qilich chopdi. Ammo uning ikkinchi qitim ko'tirgan qo'lini yon tarafidagi lashkarning zarb bilan urgan qilichi jaynikidan uzib tashladi. Bo'ron xo'ja santirilib yiqildi. Uninggacha yana bir lashkar uning bo'yniga gachchida qilich chopdi. Sulton Uvays xonning navkarlari bir-birlab qirilib ketayotdi. Mo'ng'ul sarkarda lashkarlari asosli hujum nishonini Sulton Uvays xonga qaratganda qiladi. Bir Mo'ng'ul sarkardasi xonning etining beshiga salma tashladi. Sulton Uvays xon chaqqonlik bilan salmani kesibdi. Ammo etining putiga tashlagan salmani ko'rmay qolgan edi. Mo'ng'ul sarkardasi kuchab bir tortibla otni mullaq otqizibdi. Bu tuyuqsiz zarbidan Sulton Uvays xon qandoq yiqilib tushganini bilolmay qoldi. Yopirilib kelgan yov lashkarlari ko'zni yumib ochqicha uni bog'lab ulgurdi. Pistirmadan ozg'ina Mo'g'uliston lashkarlari qechib qutulgan edi. Sulton Uvays xondan xotirjam bo'lolmay, lashkar boshlab kelgan Sayyid Ali olib, ular bilan tang yo'lda to'qirishib qoldi. Xon oliylar qani? So'radi Sayyid Ali olib jiddiylashgan holda. Amerika bir janoblariga ma'lum bo'lg'ay. Xon oliylari asirga tushib qoldi. Javob berdi o'q tegib yaralangan sarkarda Po'lat Bahodir xijillikdan beshini ko'tara olmay. Ha? Sarkarda bo'ron xo'jachi. O qazo qildi. Sarkarda Qodir o'g'lan bilan sarkarda Mansur polvonning ahvoli noaniq. Dedi sarkarda Qalqonbek Ko'kildosh gunohkorlardek beshini egib. Sarkarda Olchinbek bilan sarkarda Toyirbekmi qo'rshog'i tushib qoldi. Dedi yana bir sarvoz. Sayyid Ali olib jangda yengilgan sarkarda lashkarlarga ayiblash nazri bilan bir qarab qo'yib, etiga qamchi soldi. Sarkarda Po'lat Bahodir bilan sarkarda Qalqonbek Ko'kildosh uning orqasidan agashdi. Ular yetib kelganda Mo'ng'ul lashkarlari qarorgohni tuzashtirib, ehtiyot tadbirlarini ko'rib ulgurgan edi. Shundaqdimi ular qarorgohga hujum qildi. Ammo yov lashkarlarining shiddatli yo o'qiga bardoshlik berolmay chekindi. Yov lashkarlari qarorgohning daldisida turib o'q etib. Qoramni qilib boyotinqi jangda omon qolgan lashkarlarni endi men yovning o'qiga tutib bermay. Xon oliylarini ularning qo'lidan qutuldirib chiqish endi mumkin emas. Ati yaxshiroq bir amal topay.
Yov qarorgohiga bostirib kirishga amal qilolmagan Said Ali olib, ilojsiz sarkarda lashkarlarni chekindirishga majbur bo'ldi. Tangrim. Nima ish bu? Xon oliylarining lashkar tortib berishiga yo'l qo'ymasam bo'pti-kan. Hech bo'lmaganda birga kelsam cho'kashki. G'aflat besibdi meni. Shafqatlik Alloh. Baxtining ichida o't saqlaydigan qudrating bordir. Xon oliylarni o'zing panoyingda saqlag'aysan. Mo'ng'ullarning qarorgohi. Qo'zi chush. Bargohi olidagi yo'lvas terisi silingan kursida o'tirgan Isan Tayshi uyqusiga qanmagandek ko'rinsimi, yanala ruhliq edi. Ikki qator bo'lib chaza qurib o'tirishgan sarkardalari to'limi mag'rur edi. Har bir sarkardining oldiga birdan pakar, chaqqang'ini shira qo'yilgan bo'lib, usti pishirilgan qo'y, kala, bug'u go'shtlari, bo'g'irsoq, erimchiklar bilan to'ldirib etilgan edi. Mulozimlar yo'g'on obqurlarda qimiz qo'yib Isan Tayshi oqshomgi g'albisini hozir tabriklayotgandek qiladi. Shu asnoda 2 nafar nökar Sultan Uvays xonni bargohi oliga boshlab kirdi. Sultan Uvays xon bir kechada xeyli judab qolgandek ko'rinadi. Shundaqdimi vujudidagi birdamlik qo'zg'algan vasvaslarni besib, to'rda o'ltirgan Isan Tayshiga tikilib qaradi. Sultan Uvays xonning putidan beshigacha tezla nazar tashlab ulgurgan Isan Tayshining xiyollari to'limi ziddiyatlik edi. Oyog'imga yiqilib, bosh urib, kechirim so'rab, ilgari meni bir qitim qo'yib atganni pash qilib, bir qo'shiq qenini tilarmi? Ayni yili meni Barizgulda asir olganda o'zini Chingizxonning naslidan da'vatlatdi. Agar u haqiqiy buyuk qag'anning naslidan bo'lsa, albatta menga izzat qilmaydi va meni o'z nökar qatorida ko'rdi. Shu daqiqada G'olib xon bilan Mag'lub xonning ko'zlari to'qinishdi. Sultan Uvays xonning chiroyida o'lim vahimasidan asarmi yo'q edi. U ikki tarafda o'ziga yechib qarab turgan Mo'ng'ul sarkardalariga nazar ko'zini selibmi qo'ymay, to'rda mag'rur qiyofatda o'tirgan Isan Tayshiga nashtardek tikilgan edi. Isan Tayshi Sultan Uvays xonning bu qarashlariga bardoshlik berolmadi-da, ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. Kechidan qandaqroq uxlabdilar oliylari? Sarkardalarim ranjitib qo'ymaganda, ha? U yenidagi bo'sh o'rinni ko'rsatdi. Kelsilar. Bu yoqqa o'tib o'ltirsilar. U menga nemishqa g'azab qilmaydi. Menga ta'zim qilmading, hurmat ko'rsatmading deb ayblamaydi. Ko'zimga o'dil qaray olmaydi-ku. U mendan ayminadi ekan. Yuragida vahima bor ekan. Lekin mendek bir tutqunga buncha izzat qilishning o'rni yo'q edi-ku. Yoki meni masxir qilmoqchimidi? Balkim agal to'rda o'ltirg'izib bo'lib, ondan jallodlarga kallamni ilishni buyurib, toza bir puxodin chiqmoqchimidi? To'xta. Uning yolg'on ehtiromiga aldanmay. Hozir degan shahid bo'ladigan chaq. Uning saxta hujjasiga oldinib, salamini edik olmay. O'lsam g'ururimni saqlab o'lay. Rahmat. Mush yerda turaveray, dedi Uvays xon tamkinlik bilan. Biz sizga asirga tushganmiz. Osamla, chopamla ixtiyorlari. Yolg'ondan buncha izzat ko'rsatishlardan o'rni yo'q.
İhsan Tayşi xırıldap gülüverdi. Alileri zinhar bedgumon bo'lmag'ayla. Jangda yengilish degan bo'lib turdi. Xijil bo'lmasala. Xijil bo'lmadi. Oldirang'ilik qilib, domilariga tushib ketganimga o'kinyapman. Jangda hiyla ishlatishni faqat bizda bilamiz deb qolgan edilar. İhsan Tayşi Sultan Uvays xonga bir daqiqa tikilib turgandan keyin gapini davomlashtirdi. Sizlar bilgan jang tadbirlarini bizmi bilamiz? Esimda qilishcha, yog'ining 9 rang, biri jang degan gapni o'zlari qilgan-ku deyman. Ko'k Tangriga shukr. Alilarini asr holatda dargoyimda mehmon qilish sharfiga erishganimdan to'liq xushalman. Kelsizlar. Avval birar lo'qmadan g'izog'i eg'iz tegaydi. U meni nima qilmoqchidir? Gapining o'ramidan qaraganda o'ldirish maqsadi yo'qmi nima? Biz faqat ko'nglimizda halollikqa shak keltirmagan lo'qmaga eg'iz tegamiz. O'zlarining dasturxonlarida halol ne'matlar yo'qdir. Musulmonlarga harom ne'mat tizilgan dasturxonda o'ltirish joiz emasdir. Dedi Sultan Uvays xon qilchilik yuz xotir qilmay. Eng yaxshisi muddaolarini ochiq bayon qilsinlar. İhsan Tayşi nima deyishini bilolmay turib qoldi. Haqiqatan buyuk qolgan Chingizxonning naslidan ekan. Meni o'z navkarchilikni ko'rmayotdi. Uni shu tapda o'limga bo'ylasam, menga bildirgan hurmatsizligini, hakavorligini burnidan chiqarsam bo'laverdi. Lekin unda qilsam, namartlik qilgan bo'laman. Bahodirlik shavkatimga dog' tushirib olaman. Alilarini huzurimizga chaqirishimizda faqat o'z vaqtida alilardan ko'rgan hurmat qarzimizni ado qilib olishdan o'zga muddao yo'qdir. Dedi İhsan Tayşi tamkin qiyofatda so'zlab. Mardlik, keng qo'rsoqlik bizning vujudimizdami ham bordir. Alilari qilchilik iztirobda bo'lmasalar, qarorgohlariga elchi mang'uzdiq. Fahmimcha, sarkardalari Said Ali Olibning keladigan vaqtimi bo'lib qoldi. Qani, o'ltirsizlar. Uninggacha bir necha eg'iz halming bo'laydi. Sultan Uvays xon İhsan Tayşi ko'rsatgan o'ringa berib o'ltirishga majbur bo'ldi. Lekin dasturxondagi ne'matlarga eg'iz tegmadi. Shu asnoda Hudaychi Said Ali Olibning kelganlik xabarini yetkazdi. Sarkardani boshlab kiringlar, dedi İhsan Tayşi. Chiroyidan allaqandoq g'am-g'ussa, tashvish, jiddiylik chiqib turgan Said Ali Olib Sultan Uvays xonni ko'rib yengil tin oldi. Avval Uvays xonga, andin adab yuzasidan İhsan Tayşiga salom berdi. İhsan Tayşining Sultan Uvays xonni yo'lga selib qo'ymay, aloyidan elchi avatib Said Ali Olibni chaqirtib kelishida Paris ko'ldagi jangda o'zi yengilib asirga tushib qolgan bu sarkardiga o'zining bugungi bahodirligini ko'z-ko'z qilish o'yi bor edi. Shunga u Said Ali Olibga mag'rurlik bilan qarab qo'ydi. Alilari endi yansira bo'ladi, dedi İhsan Tayşi Sultan Uvays xonga qarab. Boy deganimizdek, hurmat qarzimizni ado qilganligimiz uchun sulhi salo qilishmaymiz. Navoda alilarning yog'iga rag'di bo'lsa, biz ham tayyormiz. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, maydon jangi qilaylik, dedi Sultan Uvays xon o'rnidan turib o'tib. O'rni vaqtini silib ekisizlar. Xabarlarni kutaman, dedi İhsan Tayşi. Ular bargohi oliydan chiqishdi. Alilarga tayyorlagan otni qilinglar, dedi İhsan Tayşi.
shu hamon nökerlar, egar, nuqta, yugan, o'zangillarga kumush javohiratlardan bezak qo'yilgan esil mong'ul arg'imiqini yetilab keldi. Eson Tayshi otning chulvurini Sulton Uvays xonga o'z qo'li bilan tutqizdi. Aq yo'l bo'lsin alilari. Eson Tayshi Said Ali olibga qarab dedi. Janobi sarkarda qarorgoyimizga minib kelgan etini qo'yib ketgay. O'rniga boshqa ot yangushlab bergaymiz. Said Ali olib lam jim demedi. Eson Tayshi ayni yili Boriskölda Said Ali olibning o'zining etini tartib olganligining o'chini elib olgan edi. O'z qarorgohiga qaytib kelgan Sulton Uvays xon oldiga chiqqan sarkardalar bilan salqinli salomlashdi. Sarkardalar uningga so'ngdishibla bargohi oliga kirdida martabasi bo'yicha o'rin elishdi. To'rt sarkardasining o'rnining bo'sh turganligini ko'rgan Sulton Uvays xonning yuragi jig'idi qildi. Sarkarda Bo'ron xo'ja, Po'lat Bahodir, Qodir o'g'lon, Mansur polvonlar qani? Qarorgohga qaytib kelguncha Sulton Uvays xonga shum xabar yetkazishga tili bormagan Said Ali olib, amdi rost gap qilishga majbur bo'ldi. Sarkarda Bo'ron xo'ja, Qodir o'g'lon, Mansur polvonlar shahid bo'ldi avliylari. Po'lat Bahodirning yarisi xeyli ig'ir. Sulton Uvays xonning ko'ziga mulladi yosh keldi. Ko'z yeshini sarkardalarga ko'rsatmaslik uchun ta'dir qarab oldi. Topinidan kirgan bir og'riq mengisida to'xtadi. Yuragi bigiz sanjig'andek echishdi. Shahzoda Hasan Sulton bilan Luqman Sulton o'rkirab yig'layotdi. Nemishqimi men o'lib ketmagandimi? Ularni men o'limga tutib berdim. Ko'ngillarni yerim qilmaslar oliylari. Ular saltanatimizga bo'lgan sadoqatini vohiga yetkazdi. Deb tasalli berdi Said Ali olib. Jangda yenglish bo'lib turdi. Ol jannat makon sarkardalarning bu olamdagi rizqi nasibasi shunchalik bo'lg'iydi. Alloh taolo bandalarining jinini bir sababga bog'liq qilib olaver deb ekan. O'lim har qachon bordir. Ziyoda pig'on chekib, muborak tallarni qiynamag'ayla. Ol sarkardalarning qiyni hargiz bekorga to'kilmaydi. Said Ali olib texchi o'pkidayotgan ikki shahzodaga yuzlandi. O'zlarini sabr qilishsizlar. Oliylari farmon bersilar, yovdan qon qisosimizni olayli. Dedi boshqa sarkardalarmi? Meni birdan yolg'iz qoldiringlar. Dedi Uvays xon hasratlangan holda. Sarkardalar salom berib chiqib ketishdi. Bargohi oliyda yolg'iz qolgan Sulton Uvays xon buqildab yig'layotdi. U ashu qochqunliq, sargardonlik hayotida yenidan bir qadam neri bo'lmay, sadoqatmanlik ham jon fidolik bilan xizmatini qilgan sarkarda Bo'ron xo'jidan ayrilish azobiga bardoshlik berolmagan edi. Otisidan kichik qolgan, oti mehriga qonmay cho'ng bo'lgan Sulton Uvays xonning bu peshqadam sarkardasiga xuddi o'z otisidek mehri bor edi. 3 kun tep-tinch o'tib ketdi. Bugun atigan Sulton Uvays xon Eson Tayshiga maydon jangi qilish muddasini bildirib, elchi avatdi. Shu topda har ikki taraf qarorgohlardan Eli daryosi bo'yidagi tuzlanlikda 2 chaqirim orliq qoldirib,
jang sepi tuzishgan edi. Har ikki tarafning lashkarlarining jasorati bir-biridan qilishmaydi. Ular bir haza taqudumboq chelib, chuqon suran selib, nari tortishib hayvi ko'rsatishdi. Sulton Uvays xonmu, Eson Tayshimu sapning oldida turadi. Har ikkisi hujumga o'tishga oldirmagandek, qarshi tarafning ahvolini dangsayotgandek qiladi. Kutaverib taqati taq bo'lgan Sulton Uvays xon hujumga o'tish farmoni berdi. Shu hamon uning yinidagi tug'beshi hujumga o'tish bayrog'ini pulanglatib, jang signali chelishga belgi berdi. Belgini ko'rgan necha o'nlagan nag'irchilar nag'irlarni hujumga o'tish pardasiga chelishga boshladi. Nag'ir sadosi bilan tangla Sulton Uvays xon bilan Sayyid Ali olib otlarga qamchi soldi. Ularning keynidan barliq sarkarda lashkarlar nari tortqinicha hujumga o'tdi. Raqibining hujumga o'tganini ko'rgan Eson Tayshimu qo'lidagi agir qilichini egiz ko'tarib hujumga o'tishga farmon berdi-da, etini zarb bilan beqindidi. Daqiqa ichida ko'tarilgan qirchab sadolari butkul Eli vodisini larziga keltirdi. Qilichlar quyosh nurida valildaydi. Bir-biriga zarb bilan urilishidan uchqun chachraydi. Otlar kishnaydi. Lashkarlar tig' zarbisidan ingraydi. Birdamdala butkul yayloq qip-qizil qon bilan bo'yaldi. Lekin hech qaysi taraf chekinay demaydi. Sulton Uvays xonmu, Eson Tayshimu qarshi tarafning lashkarlarini rahimsizlarcha chopatdi. Sulton Uvays xonning vujudi qisos o'ti bilan yongan edi. Shunga o'zining butun qo'shinga qo'mondonlik qilayotganligini esidan chiqarib, qirchab bilan bo'lib ketgan edi. Mo'ng'ul sarkardalari Sulton Uvays xonni hujum nishoni qilib olgan bo'lib, ha deganda to'plashib hamla qiladi. Jang vaziyatini kuzatgach, qilich chepayotgan Sayyid Ali olib, Sulton Uvays xonning qo'rshovda qolganini ko'rib, xonni org'a elib olgan Mo'ng'ul sarkardalariga etildi. Sulton Uvays xonga yaqin yo'l olmagan Mo'ng'ul sarkardalari amdi yo'shirin o'q etishga kirishgan edi. Garchi Sulton Uvays xon o'zini o'qdan mudofaa qilishga ulgurgan bo'lsa-mu, ammo eti yarlandi. Bir tal o'q otning so'l ko'ziga tekkan edi. O'q zarbisiga chidashlik berolmagan ot bir nechini sakrab yiqildi. Ot bilan tang yiqilgan Sulton Uvays xonning bir qo'li sungan edi. Sulton Uvays xon piyoda qoldi. Abla, xon oliylari bunda qaramlik qilmasa bo'ladi. Sarkarda lashkarlar uni ot ustida ko'rmasa, jasorati sustlashidi. Xon oliylarini burunroq to'sib olsam bo'pti ekan. Navkarlarimi, to'qchilarimi chechilib ketdi. Xon oliylarini darhol otga mindirish kerak. Sayyid Ali olib o'qdek kelib otdan tushdi-da, Sulton Uvays xonni o'zining etiga mindirdi. Va xonga qilich urishga tamshalgan Mo'ng'ul sarkardasini otdan yulib degidek elib o'ziga qalqon qilib oldi. Yov lashkarlari o'q etishdan to'xtashga majbur bo'ldi. O'z sepimizga qaytib, lashkarlarga madad berayli oliylari. Bak ishkirlab ketibdik. Sayyid Ali olib, bir qo'lida Mo'ng'ul sarkardasini qalqon qilib, bir qo'lida Sulton Uvays xonning etini yetilab, imkon bor o'z lashkarlarining to'piga yiqinlashmoqchi bo'ldi. Sulton Uvays xonning otdan yiqilganini ko'rgan lashkarlarning jasorati susashgan edi. Ular xon bilan Sayyid Ali olibning keyniga yong'inni ko'rib, jang qilg'ach chekinishga boshladi. Ansirgan ish oxiri yuz berdi mana. Lashkarlar xon oliylari bilan meni cho'qim chekindi deb qoldi. Qanday qilay? Xon oliylarini bu ahvolda tashlab qo'yg'ili bo'lmasa,
Sarkarda Qalqonbek Ko'kildosh bilan Tohirbeklar qiyin ekan. Raqiblarining jang qilishdan royi yenib, chekinishga boshlaganligini ko'rgan Mo'ng'ul sarkardalari qoidadan jonlandida yoy shaklida sap tuzib, daryo bo'yiga qopsib oldi. Bir tarafda vahshiy yov, bir tarafda hayvatlik daryo. Mo'g'uliston lashkarlari qiyin ahvolda qolgan edi. Endi buzilgan jang sepini qaytadan tuzib, qistab kelgan yovga taqobil turmoqdas. Fursatni ching tutib chekinish kerak. Bo'lmasa talafot texmi ko'paydi. Daryoning o'qitig'i o'tib, daldalanmoqdan boshqa chora yo'q. Sayyid Ali olib, qo'lidagi Mo'ng'ul sarkardasini bir irg'itibla daryoga tashladi-da, o'zimi otning tizginini tortib suvga sakradi. Xon bilan Sayyid Ali olibning suvga kirganini ko'rib, boshqa sarkarda lashkarlarmi suvga sakrashga boshladi. Bu Ili daryosida toshqin bo'lgan mazgil bo'lib, suv shiddat bilan oqatdi. Suvga kirgan lashkarlar bir necha qadam mangmayla eqishga boshladi. Oligiri, mahkam o'ltirsizlar. Sayyid Ali olib, otning tizginini mahkam tutib, qarshi qirg'oqqa qarab uzishga boshladi. Shu asnoda ot ustida o'ltirib, qarshi qirg'oqqa qarab uzib ketayotgan lashkarlarni ko'zlayotgan Sulton Uvays xonning yuragi jig'g'idi qilib qoldi. U ikki g'ulach yiroqlikda eqib ketib borgan marhum tog'isi Sulton Shir Muhammad xonning ikki xonzodasini ko'rib qolgan edi. Turpanda qurg'oq rayonida cho'ng bo'lgan bu ikki xonzoda Ili daryosining hayvatlik eqinida qo'rqib hushini yo'qotgan edi. Ularni qutuldiryapsizlar, Amir Kabir. Sulton Uvays xon shundoq deginicha o'zini suvga otdi. Sayyid Ali olibmi otning tizginini qo'yib berib, ikki xonzodaga qarab etildi. Bir qo'li sungan Sulton Uvays xon ikki xonzodani qutuldirish tugul, hayvatlik suv to'lqinida o'zini qutuldira olmayotdi. Sayyid Ali olib xonning ahvolining chatoqligini ko'rib, darhol berib Sulton Uvays xonning qo'lidan tutib oldi. Ko'zni yumib ochqicha hayvatlik qaynam ikki xonzodani yutib. Hasan Sulton! Luqman Sulton! Sulton Uvays xon bilan Sayyid Ali olib ko'z oldida g'oyib bo'lgan ikki xonzodining ismini ansiz to'ladi. Biroq ular ikkinchi qitim suv yuzida ko'rinmadi. Bo'ldi oliylari, ularni endi izlamaydi. Sayyid Ali olib shiddatli qaynam bilan elishqach, Sulton Uvays xonni suv to'lqinlaridan muhofazat qilib, qarshi qirg'oqqa qarab uzishga boshladi. Xonning bir qo'li sungan bo'lg'achqa faqatli harakatlanolmaydi. Suv bekmi shiddatli oqatdi. Bir odamni so'rab emas, tanho uzib mangmoqmi tas edi. Sayyid Ali olib yerib holidan ketgan edi. Daryoning o'ttirsig'i kelganda egilib oqqan daryo suvi ularni qarshi qirg'oqqa emas, asladagi qirg'oqqa eqitib ketdi. Turpan lashkarlari azaldan suv uzishga mahir emas edi. Ularning tangdin to'lisi Ili daryosiga g'arq bo'ldi. Suv uzanlaydiganlarining ko'pinchisini suv yana asladagi qirg'oqqa eqitib opirib qo'ygan edi. Yerib holidan ketgan bu lashkarlarni Mo'ng'ul lashkarlari osonla asirga oldi. 3 kundan beri yovning qarorgohida emas, o'zining qarorgohida nazarbandda turish Sulton Uvays xonga bekmi xor kelgan edi. Bu qitimqi jangda to'liq nusrat qozongan Isom Toyshi qarorgohni Sulton Uvays xonning qarorgohiga yo'tkagan edi. 3 kundan beri u Sulton Uvays xon bilan faqatli ko'rishmadi. Ular Sulton Uvays xonni ayrim qamagan edi. Bu 3 kunlik qamoq Sulton Uvays xonga 3 yildek uzoq tuyuldi. Bu 3 kunni kirib qoqmay,
tuzuk g'izo yemay g'am g'ussa, tayksiz tashvishlik xiyollar ilkida o'tkazdi. Ha, uning asiyati xotin bolalarda qolgan edi. Yaratgan egam. Oldimda o'tkazgan qaysi gunohim uchun bu qari kunlarni ravo ko'rgansan? Davlat sulton xonish bilan kuntura xonish nadidu? Ikki xonzodam omonmidi? Singillarim Uz sulton malika bilan Maxtum sulu malika ular bilan billimidi? Ular Eson toyshining qo'liga tushib qolganmidi yoki qechib qutulganmidi? Ay esit. Nemishqimi ularni ostonada qoldirib qo'ymay, dilla ilib kelgan bo'lg'iydim. Ular nemishqi Said Ali olib bilan meni ayrim qilmaydigandi. Va darixa. Buyuk Mo'g'uliston elining saltanati mening qo'limda mushundaq vayron bo'lib ketarmi endi? Uruq avlodim yovning qo'lida qirilib ketarmi? Eson toyshi nemishqa hozirgacha men bilan ko'rishmaydigandi. Nima muddaosi bordi meni bundaq ayrim qamab? Sulton Uvaysxon ikki xonishni, ikki o'g'lini, ikki singlisini Eli vodisiga billa elib kelganiga qattiq pushaymon yavatdi. Elining havosi turponga o'xshamaydi. Manzilsimi jannatdek go'zal. Bo'pti, edi olayli. Barobat qilib kelganga hisob bo'lar. Deganida Said Ali olib, xonish maliklarining xonga hamroh bo'lib, Eli vodisiga billa berish talabini quvvatlab. Shu topda Sulton Uvaysxon qaysi barmoqini tishlasa og'riydi. Pushaymonni olg'ili qoch topolmay qolgan edi. Ularni ostonada qoldirib qo'ygan bo'lsam, garchi men Mo'ng'ulning qo'lida o'lib ketsammi, sadoqatman amir sarkardalarim xonzodalarimni noyib holliqqa ko'tirib taxtimda o'ldirg'izatdi. Ular obo ajdodlarimdan miros qolgan bu saltanatni davomlashtiradi emasmi? Endi qanday qilarman? G'urur, shoni shavkatni qayirib qo'yib, Eson toyshiga yilinsam ikki xonzodamni omon qo'yarmikin? Sog' salomat turponga qaytishiga ijozat berarmikin? Mayli. Xolisi uningga zimmiylik bildirib, itoatgarligimni sunarman. Buningdan o'zga yaxshiroq chorami yo'q o'xshaydi. Qamoqxonaga kirib kelgan Mo'ng'ul sarkardasi Sulton Uvaysxonning xiyolini bo'lib Buyuk qog'on o'zlarini huzuriga chillaydi, dedi Mo'ng'ul sarkardasi ehtirom bilan. Sulton Uvaysxon tortishib turmayla o'rnidan turdi. Yurkidagi o'chay deb turgan umid shomi ojiz pelildidi. Gap so'z qilmayla Mo'ng'ul sarkardasiga ergashdi. Yaratgan egam, yangining to'shkidan to'gini yuki bilan o'tkazadigan karomating bordir. Mushkulimni o'zing oson qilg'aysan. Yotlarga xorizor qilmag'aysan. Sulton Uvaysxon bargohi olining to'ridagi yo'lvoz terisi silingan kursida mag'rur qiyofatda o'ltirgan Eson tayshiga ko'nglidagi vahimani bilindirmaslikka tirishib nazar tashladi. Qarashlari ancha o'tkir emas edi. Vujudidagi g'am tashvishlar, ziddiyatlik tuyg'ular chiroyiga tepib chiqqan edi. U Eson tayshiga salom qilishga har qancha tirishsa-mu, g'ururi yo'l qo'ymadi. Taxtga chiqqandan beri saltanatning sur hayvasini ko'rsatib o'ltirib kelgan. Ota bo'g'illardan miros qolgan bu shahona kursida Eson tayshining akavurlik bilan gidiyib o'ltirishi
uning arvohini 40 kez uchirgan edi. Ha, bu shahani ko'rish Sultan Uvays xonning nazarida xonish bilan o'xshash edi. Onunga yaqin yo'lgan har qanday odam shu hamon o'limga mahkum bo'ladi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Olilarning jahondagi shirmat bahodirlarning biri deb hisoblig'im uchun o'tinib o'taman. Xotun bolalarni Mo'ng'ul sarkarisiga tashlab berib Turpanga borganidan mushu yerda o'lgani afzal emasmi? Birinchidan, barliq asirlarni qurol-yarog', ot-jabduqlar bilan qo'yib o'tadilar. Ikkinchidan, meni elib darhol Eli vodisidan ketadilar.